9 millionga baraka bo'ldi. Mol qimmat deydi, mana qimmat emas. Tovoq ko'tarildi. Aha, baraka yashang. Bizga qiynalmaydi, biz o'zingiz bilan ketadi aka. Faqat o'zima ketmay bo'ldi. To'ppa-to'g'ri bo'ldi, bor barakasini bersin, bor. Bo'ldi baraka. 23 million agar chivin o'tib bering deyapti. Xullas o'rtoqlar, sigir bozor bo'lmadi. Ho'kiz bozorga o'tdik. Chunki naryoqda vobshe yurib bo'lmadi. Endi nasib bo'lsa ho'kiz bozor chiqaramiz. Narx-navolari, bo'ylari, trigvesini so'rashganlar bor. Trigvesi yoki qancha go'sht qilishini ayta olmaymiz. Nimaga? Chunki o'rtoqlar toshni aytish qiyin. 10 kilo, 15 kilo razza bilan aytsak, go'sht kilosi 150 ga aylanib ketadimi? Shundoq ham o'zi qimmat. Ertasi hamma so'kib yotadi yoki Umid Rashidni kirayga qo'yib, uydagi molni sotishi mumkin. O'sha uchun go'shtini ayta olmaymiz, bo'yini, narxini aytib boramiz. 2025-yil 12-aprel hafta kuniga shanba. Surxondaryo viloyati Zang mol bozori. Mana semiz ho'kizlar ham bor bu tomonda. Grenford desangiz Grenford ham bor, Simental ham bor, hammasidan bor. Birin-ketin tanishtirib boramiz. Yaxshilab o'rnashib, mazza qilib tomosha qilasizlar. Imkon qadar yaxshiroq olishga harakat qilaman, lekin bozor hozir o'zgargani uchun nima qayerda hech kim bilmayapti. Mayli, nima bo'lsa ham endi chiqaramiz. Grenfordlardan boshlaymiz videomizni bo'lmasa. Grenfordlarni narx-navosi bilan birin-ketin tanishtirish uchun mol egasini topish kerak. Kimdan ekan mollar? Bizdanmi hozir? Qancha bo'ldi bu? Umid Rashidov kanaliga Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisiz. Qaysi ballar? Mana. 17 million bo'ldi deyapti. Grenfordlarni ko'rsataman. Bo'ldi, xo'p. Xo'p. Grenfordlarni ko'rsataman. Aka, yaxshimisiz? To'rttasi nech bilan baho qo'yapsiz? 26 million baho qo'yilyapti. Aha. To'rtalasini barchaga 24 dan bermadi. Bermadingiz. 24 dan berdi. Hali yoshidan o'tmabdi-ya? Yo'q, o'tmaydi. 9 oylik. Grenforddan to'rtalasi ham mana ko'rsatib o'tib ketaman o'rtoqlar, 24 milliondan berilmayapti. Ma'qul kelsa ko'raverasizlar. Zang mol bozorida mana bugun chiqdi. Quyoshimiz ham salgina xalaqit beryapti. Bo'ldi, hozir tushiramiz. Nech pullanmasa beramiz? 25 kami bormi yo'q? 24 dan chiqadi. Salgina chiqadi. Ha, chiqadi. Qayerda moli? Termiz 40. Ey, yasha. Izi bormi? Bor. Nechta? Qanchasi topiladi? Ya, serofmi deyman? Inkubatorda chiqyapti. Bo'ldi hozir. Hozir akajon 1 minut. Mana mollar. Telefon nomer olib qo'yamiz hozir sotilmasa. Qancha savdo bo'lyapti bu? 13 million 800 bo'lyapti. Bu 13 million 800. Nega 15 yarim deyapti. Savdosi bo'lib turibdi. Turyapsan, bir shot tushdim men. Chotga mana tushdingiz-da. Ko'p kishi aytadi, Umidjon, dehqonni tushiring, dehqon. Qayerdan tushiraylik? O berdi. Qancha qoldi? Qancha qoldi? Oho! Qancha yurasiz? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mana. Xullas, mollar zo'r. Ha, tushdingiz. Aka, sotavering, oxirida nomer qoldiramiz. Tushdingiz. Xo'sh, mana katta ho'kizimizni ko'rsatamiz. Aka, qanaysiz? Savdosi qancha bo'ldi? 21,5 million. 1.20 dan baland bo'yi. Ho'kizimiz boqilgan semiz. O'labi. Gapiraman deyapti. Bo'ldi, biz shu gapiradigan odam kerak bizga. Bunisi qancha bo'ldi aka? 23,5 million. Taroziga so'ramadimi? Semiz ho'kizlar, kichik ho'kizchalar, boqma. Hammasi chiqadi. Charchamayapsizmi? Ketdimi keyin? Qanchaga? 38 million 200. O'tgan haftadagi savdo bo'layotgan mol. Mana. Bu qancha bo'ldi aka? 22 million. Bunisi ham savdosi. Ilhom aka, Toshkentga bosamizmi? 22 million. Mana shunday kengish bo'lsa ekan, biz ham mazza qilib aylantirib ko'rsatamiz. Mana bu tomonda ham semiz ho'kizlar ko'rsatib boramiz bir qator. Qancha bo'pti savdolar bularni?
Malgumjo, Aha. 18 bo'lyapti. Qora Qora. Alani 9,5 19,5 olamiz, 18,5 qoramiz. Xudo xolasa oz, 18. Oz qoldi-ya? Kam qoldi. Kam qoldi. Tas. Aka qancha ketdi? Voy, mana hozir savdosini ham ko'ramiz. Olib o'tkazdi. 40 ga o'tdi. Ha, qalaysiz? Zo'rmi? Ishlar zo'rmi? Ha, yaxshi. Zo'rmisiz? Yaxshi. Mana o'tkazdi. Chot qilib bo'qdi. Yangi bor. Shunchilarniki. Yashang. Moskvadagilarni hammasiga salom. Yashang, salomat bo'ling. Qancha bo'lsa beramiz? 45 kam bor. Xo'sh. 45 kami bor. Bozor so'radimi? Bozor 37 million. Ha, 37 million. Savdosi bo'pti. Tomskdagilar hozir Tangmol bozorda semiz ho'kiz juda ko'p. Mana bu tomon ham semiz ho'kizlar, bu tomon ham. Mana gigant ho'kizlarni qarang. Молодец, gap yo'q. Mana bu qancha bo'pti? yo'q. Ha, bunisimi? Bu bilan Qancha bo'lyapti? 38,5 ga baraka bo'ldi. Baraka bo'ldi. Ketdi. Sho'rchiga. Ha, молодец. Mana o'tgan hafta ham olib edingiz-a? Mana 38,5 ga ikkalasi bu. Molxona to'ldimi? Qachon video qilamiz? Inshaalloh. Ha, bu molxonangizni ketdi teshikma demanda bu yoqdan chiqib ketyapti, to'lmayapti. 38,5 ga sho'rchiga ketdi o'rtoqlar. Akamiz oldilar, nasib bo'lsa, mana bu tomonda gigant buqalar ham bor. Ularni ham narx-navosi bilan tanishtirib boramiz. Ketdimi? Vau! 39 millionga baraka bo'ldi. Mol qimmat deydi, mana qimmat emas. 39 millionga mana shunday mollar berilyapti. Mana molimiz. Bu ham bor. 1.60 bor bo'ylari. Mana. Degan buqa. Qayerga ketdi bu? Nimaga? Sherobodga. Voh. Boqish kerak ekan-a? 39 millionga baraka bo'ldi. Bale. Mali, ukajonim, arstonim. Qalaysiz? Ko'rmisiz? Rahmat. Katta gel bilyapsizmi? Ha, shunday. Pul bo'ldi aka. Qancha? Savdo bo'ldimi? Qancha? 25. Lavay. 25 million savdo bo'lib turibdi o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin, boqmaymiz. Hozir. Xo'p, savdo bo'layotgan joydan ko'rsatamiz. Bu qaysi savdo bo'lyapti? Malla bilan mana bu ham. Bo'y barobar siltangiz ham. Mana savdo bo'lyapti. Rozimisan otajon, to'yla deyapsan, to'yga ketdi. Hey, yashang. Rozimisan tovoq ko'tarildi. Tovoq ko'tarildi. Rozimisan. Aha, baraka yashang. Hey, assalomu alaykum. Umid Rashidov nimasiga alangalik soat ikkovi bir joyda. Aha. Umidboy 9,5 dan baraka bo'ldi. Mana akamiz bilan 9,5 dan to'yga ketdi. To'yga olaman deganlar ko'raverasizlar. Malla bilan qora. Olib borib endi to'ygacha bir 100 kilo yemni bersangiz zo'r bo'ladi. Barakasini bersin. Mana yana davom etamiz. Oh! Bu denovliklar qo'ymaydi. Necha pul ketdi aka? Ha, qizil. 15 million 600 qizil, 1.20 sm bo'ylari ketdi, baraka bo'ldi. Qaysi savdo bo'lyapti? Qorami? Qancha? Qancha? 15,5 million 500 so'm savdo bo'ladi. Berilmadi. Berilmadi. Ha, bermaydi-da. Qo'yma do'stim. Ishlama, rozi Mana bu yoqda yana mollar bor. Biz sog'in sigirlar qatoriga o'tib ketdik. Alohida video bo'ladi sog'in sigirlar. harakat topmasa. Qancha qoldi? Savdo. Xo'p. Qancha dedingiz? 15. Bermadingizmi? Ey yashang.
1.20 bu ham salkam chiqadi. 15 millionga berilmoqda. Hozir bozorda chekkasi bilan aylanib video olyapti, chunki o'rtaga kirib bo'lmaydi. Mana bu yoqda optim sotiladigan joyga keldik. Bu qanchadan bo'lib qoldi bular? Aka, bu ishlarga bo'lmaydi. 13,5 13,8 gacha. Shu yigitni ham tushiring. Qaysi yigitni? Mana shu yigitni bo'lsa, shu yigitni tushiramiz-da. Spokojno savdolar ketyapti. Qaysi? 5 ta. Mana shundanmi? Bir joyda 5 ta. Nech puldan? 13 dan. Chiroyli narx so'rabdi. Mana, haqqasi rost. 14 dan bo'lsa ol deyapti, 13 dan so'rab turishibdi. Mana mollarimiz. O, mana uni qorniga bir bov somonda tig'ish kerak edi, qorni chiqardi. Mana mollar. Bozorda bugun mol haddan tashqari ko'p. Yo shu bozor qisqardi yoki mol ko'p kirdi. Bu yoqda mollar. Baraka bo'ldimi? Qanchaga? 14 million 700 ga baraka bo'ldi. Quyosh ham toza bezor qo'yardi. Katsva yomon bo'lyapti-da. 14 million 500 ketdi. Tepar ekan. Ye. Alov akani borku yonidan o'tib ketdi. Ye. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu qancha bo'ldi? Shoxdor? Shoxdor 8,5 bo'lyapti. 9 bo'lsa beramiz. 9 bo'lsa beriladi, 8,5 savdosi mana. Ho'kizlarning soyasiga maza qilib o'tiribdi. Aka qanchaga oldingiz g'unachini? Mana 14 ga sot. 14 ga ketdimi? Ey, yashang. Siz oldingizmi? Bo'ldi, yozib qo'ydik. Mana, saunga ketdi. Ha. Qancha bo'lib qoldi? 15 bermadingizmi? To'g'risini ayting. 15 aytyapsizmi? Savdo yo'q. Ana shunday-da. Shunisini aytish kerak-da. Mana bu yoqni ko'rsatamiz. Qancha bo'ldi ola? 13 700. 7 mi 2 mi? 200. 13 200. Savdo. Ha 200. 700 mi? 7 mi 2 mi desam 200. 13 million 700. Mana. Mana shu lekin tebi birovni may qiladi. Qanday bo'ladi? Qancha qoldi? 15 million 200. Aka qanchadan oldik? Sotiladimi? Savdo bo'ldimi? 14 million 200 dan so'rashyapti, berilmabdi. Joyini o'zgartirib sotamiz. Bu qancha bo'ldi dedik? 15 200. O'rtacha boqma ho'kiz olaman deganlar 15 million 16 million pul taxlayversin. Undan kichkinasi kichkina bo'ladi. Bu qancha qoldi? Qancha? 16 mana aytdimmi? Boqma ho'kiz olaman desa Rossiyagami? Ketdi mana aka, hozir Qazoqqacha yetib bordi. Oho! Bloger deyapti. Ha, 16 million so'm so'rab turishibdi. Aka siz qancha deyapsiz? 18 kami bor, tish buzganmi? Yo'q, hali buzoq. 1.20 bo'ylari. Hali buzoq. Padzakaz kichkinalarni ko'rsatamiz endi. Qancha bo'lib qoldi? Yaxshimisiz? 12 million bo'lyapti savdosi. Xo'sh, bermadingiz. Yo'q. Aha, bo'ldi, hozir boraman. Bo'ldi. Hozir 12 million. 12 million bo'lyapti, 12,5 olsa beriladi. Xudo xolasa. Bu ham shu. Bo'ldi. Bo'ldi mana. Tushiramiz. Qancha bo'ldi? 11 so'rayapti, 11 million so'rabdi. 500 ming. Bu yoqda savdo bo'lyapti. Necha pul savdo bo'lyapti? 23 million. Agar chegini o'tib bering deyapti. 23 million. Chek demaydi. Ha, ana.
bo'lsa oling dedim. 23 million toptasa, chipchik demaysiz. Nech pul qoldi? 200 ming pul qoldi. Uyat bo'ladi. Bir o'tirganda yeb ichasiz. Ha. Aka, bo'ldi, 100 mingga qaraman. Aytgandim, bor baraka. 100 kesdimi? Bo'ldi, baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin. 23 million 100 ga ketdi. Hayang bozorda joyda bo'shating. O'zi mol sig'may yotibdi. Ha, shaqa chiqaringlar. Biri o'ndan plyus. Bo'ldi, barakasini bersin, ketdi. Buni ham sotamiz hozir. Baraka qilib yuboramiz. Bu nech pul bo'lyapti? Nech pul qoldi? 300 ming qolganlari. Oho, ana 100 ming qolganda hallab yorardik. Shunda. Hallaymiz, Xudo xolasa. Yaxshimisiz aka? Aka nech pul bo'ldi bu? 12 million bu. Bu qancha bo'ldi? 9,5 savdosi mana akamning moli. Ko'rishlar mumkin. Imkon qadar ko'rsatib boramiz. Aka charchamang. Xo'p, mayli. Bu tebag'on qancha bo'ldi? Odamlarning ustiga chiqib ketyapti. 16 Angusmi? Yo'q, Angus laqabli o'kiz. 16 million so'rashibdi. Yarim beray desam yo'q deydi. Yo'q, yaxshi savdo bo'libdi. O'zan akani mayib qilib qo'yganda 1 millionni ketib qolardi. Yaxshilab mayib qilsin shuni. Yo'q, begonani mayib qiladi. Ha, beliga belbog' bog'laymizmi? Ana, zo'r. 15,5 so'rashyapti. Isroil akam olaman deyapti. Yaxshimisiz? Bu qancha bo'ldi, rais? Bunimi? Buni 19 deyapti. Aha. 16,5 so'rab turibdi. 1.15 bo'ylari plyus. Savdosi bo'lyapti, o'rtoqlar. Ana qizil g'unajimi bu? Ho'kizmi? G'unajim bashara bo'lib qolibdi-ku. Nech pul bo'ldi? 10,5 million savdosi bo'lib qolibdi. Badani juda zo'r. Sigirlarning ichiga katta bo'lganmi? Ha? Buni qarang, kiyikka o'xshaydi. Turishni qarang. Dahshat. Mehr bilan boqilgan o'tkiz. Ha, o'la. Alaka. Ha, qiriling alaka. Ular nech puldan bo'lib qoldi, rais? 4,65 million so'raydi. Qila boshladi mana shu o'tkiz. Hammani mayib qilib tashadi. Bog'lab tashlang. 4 talasi 65 million. 1, 2, 3, 4. 4 tasi bir joyda 65 million savdo bo'lyapti. Mana. O'tkiz kimdan aka? 5 million 250 ga sotildi. Yangi video qildik. Biroz avval. Zokir akani kachok buqalarini chiqaramiz. Mana Zokir aka. Charchamayapsizmi? Ey, yashang. Bo'ladi. Molxonani bitqazdingizmi? Bo'ladi. Xalqni intiq qildingizlar lekin. Molxonani bitkazaman. Tezroq bitqazing. Ha, o'rtoqlar, mana mollarga bitta baho berasizlar. Zokir akamizning mollari. Qanchadan bo'lyapti Zokir aka? 24,5 dan. Qoralar. Bu mana 50 bering gapimiz 49 so'ralyapti. ikkalasigami? Ha, 50 o'tamiz. Xudo xolasa. 49 so'rab turishibdi. 50 dan xayri bor. Ha, bularichi? 19,5 dan ekalasi. Aha. Savdo bo'lyapti. 21 dan deyapsiz-ki, xayr baraka qilamiz. Xayri barakasi bor. 21 dan kam. Jaqqa javob. Aytayapti. Bo'ladi. Like bosgani to'ppa-to'g'ri kelishtirib beradi. Qaysiga Xudo xolasa. Luboyga like deb bosing onasining. Olachalar nima deyapti? Ular 25 dan baho qo'yapti. Aha. 43 million so'ralyapti ekalasi. 43 million ikkalasi bir joyda. Mana shunaqa kachok buqalar kerak bo'lsa, Zokir akaga aloqaga chiqasizlar. Ko'kam sizdanmi? Bugun labona atrofini gulshodaday qilib to'ldirib tashabsiz-ku mana. 21 million. Ko'kti. Ha, 22 ham kam bor. Aha. 19 million. 19 million. Bugun nechta buqa bo'ldi? 20 million bo'lsa beramiz. 20 million bo'lsa beramiz. Hozir ikkita sotildi, sal kech qoldingiz-da. Ha, jonim. 21 ham ikkita berdik. Mayli, yana ozroq kech qolay, hammasi sotilsin. Shunda keyingi safar video olaveramiz, sotilsin. Mana. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Bizniki ham bir videoda samiklarni sotilsin. Mana, Zokir akaga kelaverasizlar. Mana shunaqa kachok buqalar kerak bo'lsa,
Molxonalarni xudo xolasa yaqinda videosini chiqaramiz. Suv paylkalar olib borib berdik. Suv paylkalar ham kimga kerak bo'lsa, nasib bo'lsa olib borib beramiz yoki pochta qilib jo'natamiz. Mana mollar. Bo'ladi, savdoni zo'r bo'lyapti. Rahmat. Qancha bo'ldi? 12 million. Mana. Tars savdoni avji. Bosamiz. 10 million bo'lgan. Qancha qoldi, rais? 10 million so'rayapti. O, zo'r so'rab. 10 million so'rayapti. 12 million hazırlashyapti. Ha, bo'ldi, uni xalq ham bilib turibdi. Shunda. Bo'ldi, baraka ana buni. Savdo bo'laversin. Qancha qoldi bu? 16 bermadingiz. 20 dan maydaroq. 16 million. Savdo bo'pti. Kichik o'kichalarda videosini endi boshlaymiz. Nech million bo'lib qoldi kalasi? 12,5 dan savdosi. Savdosi 12,5. Buchi? Rais? Aka menda. Ha, bo'ldi. Buchi? Qancha bo'ldi? 10,5 million savdosi. 11 kami bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchash yo'qmi? Qancha bo'lib qoldi bu? 10 million 800 bermadik. 11 toza. Baraka. 11 bo'lsa beraveradi. Molimiz bo'yi birdan baland. Biri 5 bor. Mana bu yoqda kattalar bor. Savdoyingizni bersin, charchamang. Mana bu ikkalasini ham so'raymiz. Rais qancha bo'ldi? 13,5 dan kam bor. So'rashyaptimi? 12 mi? Bo'ladi. 12 so'raganmi men? Ha, qancha 12 mi deb so'rayapman men. 12 so'raldi demayapman. Bobo 12 so'raldimi deyapman. 10 mi? Iloyi 9 so'rang menga desa. Bu bozor bu. 12 so'radimi deyapman. Shuni. 10,5 million savdosi bo'lib turibdi. Endi yaxshiroq video bo'lmayapti, lekin iloji yo'q. 10,5 savdosi. Ha, mana buni ko'r. Qancha bo'ldi bu? 13,5 dan 13,8 gacha bo'lyapti. 13,8 gacha bo'ldi. Kichik o'kichalar narx-navosi balandroq, lekin baland bo'lsa ham tushiring mijon deganlarga tushirib boramiz. Mana Shavkat boboning savdosi ham avj bo'lyapti. Shavkat bobo qanday? Charchamayapsizmi? O'zbeklarga salom. Yashang. Mana bo'lam ketdi, mana bo'lam Jarqo'rg'ondan keldi. bo'laman. Jarqo'rg'ondan bo'lam ketdi, mana bolalarimiz. 30 millionga olingan bo'ldi, 28 millionga beryapti. Yo'q, bo'lani obro'. Barakadan keyin 2 million so'm berdi, yana qaytar. Yashang. Siz ana bu mashina sotayotganlarda qilyapsiz-ku? Yangi mashina olsa qaytarib beradi. Bariga dunyodagi o'zbeklarga salom. Yashang. Shavkat boboga like bosmagan. Deganlar havasga salom. Rossiyaga yurganlarga ham salom. O'g'aylar rahmat. Bosinglar like'ni Shavkat boboga. Bosmagan shu. Hazır. Shavkat bobo mollar qanchadan bo'ldi? Shavkat bobo mollar qanchadan bo'ldi? Mollarga o'tamiz, mollarga. Ha, mollarga o'taylik. Qarang, mana 24 deyapti. Xo'sh. Savdo 1,5 so'rayapti. Aha. Men 23 ber desam 22 gacha so'radik. Xo'p. 23 bersa beramiz. Nasib bo'lsa. Mana ikkovini 24 yarda so'radi, 25 ga beramiz. Mana uni 16 million so'radi. 17 million bering deyapti. Bu aqvatrog'ini. Ha, shuni. Mana ikkitani 27 yarim so'radi, 28 ga beramiz deyapsiz. Ha, bu namunani moli, Ilhom akamizning moli. Siz mana ikkalasi ko'rsatib ketamiz. Aka qanchaga oldingiz? Mana bu yoqqa olin. Qanchada olin aka? 10,5 dan ikkita bir joyda ketdi. 13 millionmi? 13 million. Bu ham 10,5 mi? Ha. Uchinchisi 10,5. 3 ta. Qani qaysi? Mana bitta. Xo'p, mana bu birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi oqimiz. 39 millionga 3 tasi bir joyga baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Ilhom akamizni
Ana qo'rasidan ketdi. 1.15 santimetrdan mollarni bo'ydi. Baraka bo'layotgan joyiga yana kelib qoldik. Yaxshimisiz? Qaysi baraka bo'lyapti? Qancha? 5 million, 14 million 700. 14 million 700 savdosi bo'lyapti mana. Akma chavoqni sotyapti. Yashang. Hop. Akmat. Yilning 100 ming odam lazım. Akma chavoqni sotyapti, Koreya olyapti. Oladi. Ayiradi. Akmat. Yilning 100 ming. Qo'lni ushlang, baraka bo'ladi. Qancha qoldi? 14 700 qilyapman, 15 million. 300 ming so'm orada qoldi. 15 million mol egasi ol deyapti. 14 million 700 akamiz olaman deb turibdi. Mana 300 ming so'm orada pul qoldi. Chalarni ko'rsatamiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Va dumini o'zi bo'lasan. Keyin dumulab yotamiz unga. Mana qiziriq arablarning o'zini ko'rsatamiz endi. Bular necha million bo'lib qoldi? Bobur aka, charchamayapsiz? 10.5 dan bir joyda. Uchalasi ketdi bu. Mana bumi? Ha, nariga o'sha 1, 2, 3. Bir tekis ketdi. O'ndan ketdi? O'ndan baraka bo'ldi. Bu yog'i 10.5 dan so'rab turishibdi. Qora necha bo'lyapti? Qora, oq, malla, sariq hammasidan bor. Salomat bo'ling, charchamayapsizmi? Rais 11 dan 200 kam bo'lyapti. 11 dan 200 kam, 10 million 800 bo'lib qoldi. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Like deb bosamiz. Necha pul bo'ldi bobo? Savdo 9 million dehqonni moli. Ey, yasha. Mana dehqondan so'raganlar uchun 9 million savdo bo'libdi, berilmabdi. Kichik o'qichalar narxlab olsa. 1.5 santimetr bo'ylari. Ko'rsatib ketamiz. Bu yog'i g'unajin, sigir, mana shu narsaga buzoq g'unaj ketadi. Sog'in sigir. Endi bu tomonga qarab yuramiz, o'qichalarni yana videolarini chiqaramiz. Voy, Islom aka ketdimi? Mana. Islom akaning mollari. Qancha bo'ldi aka? 11.5 bermadingiz. Bunisi-chi? 9.5 bunisi. Salyut, привет. Mana. Bozor. Hodi, привет. Mana. Aka savdo qancha bo'lib qoldi? 7 million so'rab turishibdi. Oyoqda bosma o'zi, besi ham kichkina. Maydalab taylay. Qancha bo'ldi? 7.5 savdosi. Oh, mana. Assalomu alaykum. Ishlaringiz qancha bo'ldi? 87 so'rayapti. Xo'p. 8 million 700 so'rab turibdi. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Beramiz. Mol zo'rmi? Zo'r. Kelajagi bor. Kelajagiga. Mana. Kelajakgacha 500 kilo kunjara bor. Nech pul bo'ldi? 89 bo'ldi. Aha, 8.5 sotamiz. 89. 9 million sotamiz. Uzr. 8 million 900 bo'ldi. Asosan 1.5 mollarni ko'rsatyapmiz. Bobomamiz tabunajini sotyapti. Zo'rmisiz o'tdi? Mana mol o'zimizning mahallani moli. Mol arzon bo'ldi deydi-da, Kobaltda haydab yuradi, 100 kilo kunjara bermaydi molga. Qancha bo'lib qoldi? 8 so'rayapti. Xo'p. 82 deyapti. Xo'sh. Lekin aramizga 200 ming pul qoldi. Aha. Nima qilishni bilmayapti. Arra qilyapsan ham akam yo'q deyapti. Ha, arani o'chadigan odam kerak. 8 million bo'lsa o'tdi. 8 million bo'lsa o'tdi. 8 million bo'lsa o'tdi. Tirikchilikka. Ham beramiz, boshqa ham kerak. Mana. Bor baraka. Shu gap 81 bo'lsa. Bo'ldi, bu yoqqa to'g'ri bo'ldi. 100 mingga qiynalmaydi, biz o'zingiz bilan ketadi aka. Faqat o'zma ketmay bo'ldi. To'g'ri bo'ldi, bor barakasini bersin, bor baraka. Bo'ldi baraka. 8 millionga Farhoddan 92lar bugun City'ga yoki Feruzga. Farhodning hisobidan yeb ichar yoki
katta ulfatlaringni aytayman. Ravshanboy, Oybekboy ketdi. Bugun Yepichar Farhod hisobidan. Mana 8 millionga ketdi. Ko'p qoldi. Aha. 8-9 savdolari bo'lib qoldi. Mana kichkina buzovchalardan so'raganlarga. Maktab yoshidagilar. Qanchadan ketdi? 74 dan. Olib ketishdimi? Bularchi qanchadan? Chiqaryapti. Qaysi o'rtadami? Ha. 7,5 dan. 7,5 dan kam bu. Bular qanchadan ketdi? Ular 74 dan. Buni kim oldi? Ama bu qiya Abdulloh Murdichu. Egasi oldi. Sut beradimi? Mana.